Mana tekshiruv natijalari 72 yosh uchun hammasi idealni. Mana buni ol bolam. Faqat bitta iltimos. Homilador deb yozib ber. Siz meni shu 1 2 3 4 ta qog'ozga sotiladi deb o'yladingizmi? Ha, mayli. Tegmang. Necha hafta deb yozish kerak? 15 hafta deb yoza qol. Sizga nima keragi bor o'zi shu narsani? Cholim oldingidek mehribon emas. Homiladorlik paytim esimga tushib ketdi. Kivi, banan, mandarin nima desam olib kelardilar. Shashlik somsalarni yetmaysanmi? 07siga o'tirg'izib butun shahar aylantirib kelardilar. Yozib beraversin-chi o'g'lim, sendan nima ketdi? Mana siz xohlagan javob. Voy, rahmat. Cho'ta rostdan ko'nglim aynayapti. Qo'ysizchi? Yo'lim o'xshatishim kerak, bola. Sog' bo'ling. Rahmat sizga. Va bodringkalla menga qara. Senmi bu 72 yoshli kampirimni homilador deb yozib bergan? Mana buni ol bolam. Faqat bitta iltimos. Homilador deb yozib ber. Qo'lga tushdik shekilli. Endi tamom bo'ldi. Muncha rangi oqarib ketdi. Suyunchi bergani keldi. Shunaqa demaysizmi? 1 2 3 4 5 6 Shustri. Ma. Eson-omon qutulib olsin-da, kampris. Mana endi mehr boshqacha bo'ladi-da, bratishga topganim shuniki. Kivi, mandarin yeydimi, apelsin, banan yeydimi, shashlik, somsa, qozon kabob, do'lma deysanmi? Kerak bo'lsa Antaliyaga borib dam olib kelamiz. 3 xonali, 3 xonali kvartira ham olib beraveraman. Mendan nima ketdi? Bu chol laqqa ishondi-yu. 5-6 oydan keyin nima qilaman? Ayiqchalar, qo'g'irchoqlar, quyonchalar, mashinalar nersi 222. Vaqting bormi, bitta joyga borib kelamiz. 1 minut kimni almashtirib oling? Doktor, qarab turing. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Sizlarga qanaqa mashina kerak? Xullas kampir, xohlagan mashinangni tanlaysan, bugunoq haydab chiqib ketasan. Unix, Tracker, Gentra, Cobalt, Malibu, Labo, Damas. Qanaqa mashina kerak? Kayfiyatim yaxshi. Luboy mashinani sotib olishimiz mumkin bugun. Stop. Mashina tanlab tur. Amaki, to'g'risini aytsam, kampris homilador emas. Pulini olganman, homilador deb yozib berganman. Mehr kerak, boshqa kerak, muhabbat kerak deganiga yozuvdim, nima qilay? Kampris rol o'ynayapti. Hammasidan xabarim bor. Men ham rol o'ynayapman, doktor. Bir kampir xursand bo'lsin, mehriga to'ysin. Lekin rolingizni zo'r o'xshatyapsiz. Endi bu yoshda faqat rol o'xsharkan xolosda, doktor. Yana 4 ta beraymi? Menga qarab, bodring kalla bola. Ani dugonam nafiga homilador deb yozib bergan senmi? Aha, keling. Karochi, menga ham yozib berasan. Nima bu 53-yillarga nima bo'lyapti o'zi? Hammalaringga cholda mehri yetishmayaptimi? Yo kivi, mandarin, banan, qovun tarvuzligingiz kelib qoldimi sizga ham? Momoy tengi odam bo'lsam, baxil olmasdan yo'q desang, chiqib ketaman-ku. Ha, men yo'q deganim yo'q-ku. Ana bu boshqa gap. 1 2 3 4 5 6 7 ketdi. O'zi nima kerak bor sizga shuncha bosh og'riq? Menga cholimni mehri yetarli. Kivi, mandarin, bananni har kuni olib keladi. Homilador bo'lgandan keyin bola tug'iladimi? Yoningda yosh mayda bolachalar o'ynab yuradi. Kun davomida bolalaring bilan birga o'ynaysan, birga yurasan, birga gaplashasan. Men aynan o'sha damlarni sog'indim. Hozir bittasi chet elda, bittasi qishloqda, bittasi shaharda. To'g'ri telefon qilib turishibdi, lekin baribir sog'inasan-da. Ha. Mana sen o'zing qachon momoyingdan, bobongdan xabar olding? Ancha bo'ldi bormaganimga. Sizchi, siz qachon ota-onangizdan xabar oldingiz? Berilib ketmay unaqa. Uzr, qizishib ketdim. Ha. Vaqting bormi? Yur bir joyga boraman seni. Mayli boraveramiz. Faqat kiyimimni almashtirib olay, xo'p? Sizmi 72 yoshli enamni homilador deb yozib bergan bodring kalla doktor? Mana buni ol bolam. Faqat bitta iltimos. Homilador deb yozib ber. Ha, mana shunaqa.
Ha, buncha rangingiz oqarib ketdi. Suyunchi bergani keldim. 1, 2, 3, 4. ha, shu sturi doktor. Mana, oling. Barakasini bersin. Eson-omon qutulib olishsin. Qarang, ertaga o'g'il tug'ilsa, dadam ukali, men amakili bo'laman. Keyin nima bo'ladi? Zo'r bo'ladi. Tug'ilishi bilan chaqaloqni raddomdan olib chiqasizlarmi? Tanishlaringiz kim olib chiqyapsiz desa, amakimni olib chiqyapmiz deysiz. G'alati-yu, doktor. Keyin mahallada o'ynating, biroz kolyaskaga soling. Tanishlaringiz kim bu desa, amakim deysiz. Hamma amakisini ko'rgani ikkita non somsa, shashlik olib borsa, siz ikkita chupa-chups, ikkita marojniy olib boraverasiz. Enangizni mehmondorchilik ishi chiqib ketib, chaqaloqni sizga tashlab ketsa, agar chaqaloq qo'ysa, tanishlaringiz telefon qilib nima qilyapsan desa, amakimni papirsini almashtiryapman deysiz. G'alati eshitilar ekan, doktor. Faqat bitta muammo bo'ladi. 3-4 yildan keyin sunnat to'y qilganlaringda tanishlaringiz kimni to'yi desa, indamay qo'yaverasiz. Endi mashinaga chiqib turing. Doktor, enam homilador emas, buni bilib turibman. Homilador deb yozib berib to'g'ri ish qilibsiz. Bobom har kuni banan, kivi, ananas, hamma mevalarni olib kelib berib, enamga rosa mehr iltifot ko'rsatyaptilar. To'g'ri gapingiz. Doktor, nega xafasiz? Yo yana 4 ta beraymi? Yo'q, ikkita yetadi. Onasini erkasi